بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث التاسع توقزنچe مبحث كمز يعني التوابع إريشوچلر جمع تابع. تابع كلمة سنة كوبلي قدر توابع إريشوچ ديان يعني اوز اسم دام معلوم كي اوز نعم وريسي إريشاد ولار تورت ترد، وهي الكلمات التي تتبع ما قبلها في الإعراب. البتة إعرابتا o'zidan avvalgi narsalarga erishadigan kalimalarga at-tavabi' deyiladi ekan va i'robda va boshqalarida. Masalan, i'robda ya'ni harakatlarida. Masalan, fatha bo'lsa fatha bo'ladi, kasra bo'lsa kasra, zamma bo'lsa zamma va hokazo. Va tankir, ya'ni mana shu harakatlarida tanvin bo'lsa, tanvinlariga ham bir xil moslashadi. Va ma'rifa bo'lsa, ya'ni alif lam bo'lsa alif lam bo'ladi yoki alam ya'ni atoqli ism bo'lsa ham uning sifati ma'rifa bilan moslashishi mumkin. Va tazkir degani muzakkar bo'lsa, ya'ni unda toy ma'ruti topilmasa, toy ma'ruti bo'lmaydi. Agar ta'nis, ya'ni unda ayolga dalolat qilsa, toy ma'ruti yokida ma'naviy muannas bu moslashaveradi. Ya'ni sifatlarida lekin toy ma'ruti bo'lishi kerak. Val ifrod, ya'ni birlik bo'lsa birlik bo'ladi, ikkilik bo'lsa sifati va ergashuvchisi ham ikkilik bo'ladi. Va ko'plik bo'lsa va hokazo. Ko'plik bo'ladi. Demek birinchidan as-sifa, sifat ya'ni an-na't deb ham yuritiladi. Ikkalasi ham bir xil ma'noda. Ishtaraytul haqibata sawda. Men bir sumkani sotib oldim. Bu sumkani sifati bor ekanki qora rangda. Biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgani bu yerda kalimaning oxirgi harakati al-haqibata da fatha turibdi. Chunki men sotib oldim nimani? Sumkani. Bu sumka nima rangi qanaqa ekan? Savda, qora sumkani sotib oldim. Mana shu yerda ikkalasida, ya'ni bu fatha o'zidan oldingi fathaga ergashyapti-da. Teskarisi emas. To'y. Va shu va alif lam bo'lganligi uchun alif lam bo'lyapti, moslashyapti va muannas bo'lganligi uchun savda muannas bo'lib turibdi. Hadihi haqibatun savda. Bu qora sumkadur desam. Bu yerda ham alif lam bo'lmadi, balki nakira bo'ldi va nakira bu moslashyapti. Ya'ni haqibatunda tanvin bor, savdada tanvin yo'q. Nimaga? Chunki u mamnu' min as-sarf. Bilamizki mamnu' min as-sarf ya'ni kasra va tanvinni olishdan to'silingan ismlardir. Savdada bizga muhim tomoni haqibatunda toy ma'ruti bo'lganligi uchun fa'la vaznida, ya'ni muannasga dalolat qiluvchi vaznda turibdi. Bu yerda yana haqibatun birlik bo'lganligi uchun savda ham birlik bo'lyapti. Masalan, bi'tul haqibatayn. Men ikkita sumkani sotdim desam. U sumka qanaqa sumkalar? Savdavayn. Ya'ni ikkita qora sumkani sotdim desam. Demak, bu yerda topamizki ikkilik siyg'asida bo'lganligi uchun uning sifati ham savdavayn bo'lib turib, ikkilik siyg'asida bo'lar ekan va ikkalasida ham muannas bir-biriga moslashyapti, alif lamlari ham bir-biriga moslashyapti. Mana shu narsaga sifat deyilar ekan. Ikkinchidan at-tawkid. Tawkid ya'ni ta'kidlaydi-da. Va u ikki turda bo'ladi, lafziy yoki ma'naviy. Lafziy esa kalimani takrorlash bilan ish tugaydi. Masalan, al-harbu qodima. Urush kelyapti deb misolda masalan. Bu yerda mana al-harb kalimasi ikki marta takrorlandi va ikkinchisi ta'kid bo'ladi. Ta'kid lafziy bo'ladi. O'zi lafziy degani lafziyda ko'rinib turadi. Ma'naviy bo'lsa, kalimani takrorlash bilan emas, balki muayyan lafzlari bor uni. Muayyan so'zlari bor. Masalan, nafs so'zi bor, o'zi degan ma'noni ifoda etadi. Zatu ham xuddi shunaqa. Aynun degani ayni o'zi. Kullun bo'lsa barchasi. Kullan yoki kila bor ekan, kilta, jami'. Ikkovlari degan jami' bo'lsa barcha. Masalan, ra'aytu al-mudira nafsa. Men mudirni o'zini ko'rdim. Mudirni ko'rdim. Mudirdagi fatha nafsahu uning ta'kid ma'navisi lafzda ham nima ergashyapti fathasi. A'jabatni al-muallimatu zatuha. O'qituvchi ayolning o'zi menga juda ham meni ajablantirdi. Marartu bin-nili ayni. Ayni nilni o'zidan oldidan o'tdim. Tamam? Topamizki harakatlari va ma'rifaligi va nakiraligida nakira bo'lmadi hali. Endi ma'rifaligida ergashyaptiligini ko'rdik. Harakatida ham muhim. I'robda ya'ni. Uchinchidan al-atf. Al-atf ya'ni bog'lash. Va huwa kalimatun ta'ti ba'da huruf al-atf. Shu bog'lovchi harflardan keyin keladigan kalimaga ma'tuf deyiladi, tamam? Masalan, al-waw
masalan u bog'lab beradi. Va degan ma'nosi bor o'zbek tilida. Va fa bor. Fani ham bas, natijada va hokazo ko'p ma'nosi bor. Summada ham so'ngra, bal bo'lsa balki, la bo'lsa mas. Tamam, mas ma'nosi qo'shiladi. Ya'ni bu ham istidrok uchun ishlatiladi. Ya'ni ko'ramiz hozir tashtariku ma'a ma qablaha fil hukm. Ya'ni ushbu harflardan keyingi voqea bo'layotgan ismlar, kalimalar hukmda o'zidan avvalgi narsa bilan birgalikda ishtirok etadi. Masalan, ja Xolidun summa Sa'id. Xolid keldi. Tamam, bu yerdagi hukm nima? Xolidning kelishi. So'ngra Sa'id keldi. So'ngra Sa'id desam, demak Sa'id ham o'zidan oldingi hukm bo'lmish kelish harakatida birgalikda sodir qilganligini bilar ekanmiz. Akaltu mawzan bal tuffahan. Men bananni yedim. Balki anaqa olmani deb to'g'rilab qo'yamiz. Tamam? Fawaid hurufil atf. Harf atflarning foydalari. Birinchidan, u vav harfi bor, u mutlaq jamni ifoda etadi. Ikkinchi foydasi u av. Av esa ikki narsani birini bizga ajratib beradi. Yoki deb ifoda etadi. Uchinchi foydasi bo'lsa fa. Tartibni ifoda etadi bizga. Tartibni ifoda etadi. Va bu tartib o'rtasida aniqa vaqt yo'q. Tamam? Vaqt uncha katta bo'lmaydi, uzoq bo'lmaydi. Summaga nisbatan. Summada vaqt ancha-muncha bor. Chunki tartib, bu yerdagi tartib ma'at tarohi degani uzoqroq vaqt. Va al-vaqtul atval deyiladi. Bal va lakin ikkovlari ham istidrokni ifoda etadi. Ya'ni tuzatish. Tamam? Idrob ham xuddi shunaqa. Lani idrob ma'nosi ham shunaqa tuzatish yuklamasi bo'ladi. Albatta buni misollarda yaxshiroq tushunamiz. Endi bizda boshqa nahv kitoblari bundan batafsil mufassal qilgan. 4-dan al-badal. Badal va hiya kalimatan nuban kalimatin qablaha. O'zidan oldingi kalimadan o'rin bosarib turuvchi kalima bu badal. Va hukm bilan qasd qilinayotgan bo'ladi. Uni turlari 3 xil turda bo'ladi. Mutobiq kullu min kull. Barchasidan barchasi bo'ladi. Masalan, hadal Faruq Umar. Bu Faruq Umardir. Tamam? Umardir emas. Bu Faruq bo'lmish Umar. Tamam? Hali gap tugamagan bo'ladi. Tamam? Ba'd min kull bo'ladi. Masalan, akaltu raghifa nisfa. Men nonni yarmini yedim. Tamam? İhtimal, bu ihtimal ko'pincha ma'naviy narsalar bo'ladi. Masalan, sarratni al-fatatu khuluquha. Xuluqi chiroyli bo'lgan qiz meni xursand qildi. Bu badal ihtimal deyiladi. Endi mashqlar. Imla al-faragh fil jumla bil kalima as-sahiha. To'g'ri kalima bilan jumladagi bo'sh joyni to'ldirishimiz kerak. Marartu binajjarin mahirin deyar ekanmiz. Najjar muzakkar va kelishdagi sifat nima? O'zidan oldingisiga ergashadi. Najjar mana mahirinni kasra turganligini olib o'ramiz. Qolganlari ma'lumki nima? Bu yerda ham mana javobini ko'rdik, to'g'ri ekan. Nimaga mahirun bo'lmadi? Chunki bo'lmaydi bu. Balki sifati ergashish kerak. Ya'ni bu men duradgorni oldan o'tdim. Bu duradgor qanaqa duradgor desa, mohir bo'lgan. Bo'ldi. Mohir duradgorni oldan o'tdim. Ikkinchisida to'g'ri kalima bilan jumladagi bo'sh joy to'ldirishimiz kerak. Hadaral mad'uvani. Ikkita mehmon hozir bo'ldi. Anfusuhuma bo'ladi. Nimaga? Chunki ikkili siyg'asida kelyapti va nafsayhima shakli ishlatilmaydi va nafsayhim ham ishlatilmaydi. Him bu nimaga qaytadi o'zidan? Mad'uvani ikkita-ku. Va anfusuhumda ham hum bor. Ya'ni mad'uvani ikkita-ku. Ikkitaga qaytmaydiki. Bu ikkita variant chiqib ketsa, nafsayhima bo'lmaydi, katta ehtimolda anfusuhuma bo'ladi. Tamam? Nimagaligini boshqa nahv kitoblarida batafsil yoritib bergan. Ulardan masalan kayfa tutqinu al-ajrumiyada batafsil tartib bilan bergan, chiroyli tartibda. O'shanga ham bir murojaat qilish tavsiya etaman. Ya'ni kuzatuvchiga. Endi bu yerda anfusuhumani sharh qilsak, mana xulosa qilsak bo'ladi. Shu yerdan ham ikkita mehmon hozir bo'ldi, keldi, to'g'rimi? To'g'ri.
u ikkovlarini o'zi desak anfusuhuma bo'lar ekan. Bu yerdagi birinchidan huma mad'uvaniga moslashyapti. Ya'ni ikkita mehmon anfusuhum jami taksir siyg'asida keladi har doim. Ikkilikka alohida nafsayhima kelmaydi. İhdal jumalil atiya sahihatun nahwan. Nahviy jihatdan quyida kelgan jumlalarning biri to'g'ri ekan. Biz to'g'risini qidirishimiz kerak. Nahviy jihatdan. Hop, aqbalal la'ibanil mahirayni. Bu xato. Bu kerak emas bizga. Hadani nahrayni tawilayn. Bu ham xato. Nimaga? Chunki hadani deb mubtada ko'rdi. Bu ikkita dotda. Undan keyin nahrayni nasib o'rinda berib qo'yapti. Balki xabarimiz alif bilan bo'lish kerak edi. Ya'ni raf o'rinda bo'lish kerak edi. Bu ham xato. Biz to'g'risini topishimiz kerak. Sabahat fi nahrayn tawilani. Bu ham xato, chunki tawilani moslashmayapti nahraynga. Antuma sadiqani wafiyani. Mana bunda topamizki, siz ikkovlaringiz ikkita vafodor do'stsizlar. Misolda bu to'g'ri ekan. Mana shuni tanlasak to'g'ri bo'lar ekan. Antuma sadiqani wafiyan. Xo'p, to'rtinchisi, bo'sh joy to'ldirishimiz kerak ekan munosib kalima bilan. To'g'ri kalima bilan, to'g'riroq. Ahdara at-talibani. Ahdara at-talibani. Ikkita talaba kelibdi, o'g'il bola. Bularni demak sifati bor ekan. Al-mujtahidayn desak bo'lmaydi, chunki at-taliban alif bilan raf o'rinda turibdi. Mujtahidayn nasb yoki jar o'rinda mana shunday bo'ladi. Endi al-mujtahid ham bo'lmaydi, chunki birlik siyg'asida mujtahidada alif tushib ketishiga sabab yo'q. Al-mujtahidani to'ppa-to'g'ri bo'ladi. Tamam, al-mujtahidani tanlasak xato qilmagan bo'lamiz. Xo'p, 5-chisida bo'sh joy to'ldirishimiz kerak munosib kalima bilan, to'g'ri kalima bilan. Innal masjidayn. Innal masjidayn muzdahimani. Innal masjidaynil kabirayn. Ikkita inna o'zidan keyingi nasb qilib qo'yadi va masjidayn nasb o'rnida turibdi. Va undan keyingi alif lomli ikkili siyg'asida moslashish kerak. Ya'ni sifati moslashish kerak va alif lom ham moslashyapti va masjidda toymaruti yo'q. Kabirayn ham xuddi shunaqa. Va nasb o'rnida ye bilan bo'lyapti, sifatda ham ye bilan bo'lyapti. Al-kabirayn bo'ladi. Tamam, mana tekshirib olsak bo'ladi. Va endi muzdahiman bo'lsa, buni xabari bor. Ya'ni tirband, ma'nosida. 6-chisida bo'lsa, nima ekan? Munosib kalima bilan jumlani to'ldirishimiz kerak ekan. To'g'ri kalima bilan. U'jiba ash-shu'ara'u bil 'aynayn. Adashmasligimiz kerak. Aynun bu ko'z, to'g'rimi? Insonda ikkita ko'zi bor bo'lganligi uchun, ya'ni ikkita a'zosi, ikkita juft, ya'ni juft a'zolarida insonda juft a'zolar muannas ishlatilinadi. Garchi ularda toy maruti topilmasa ham. O'shani esdan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni shoirlar ajablandi. Bil aynan, ikkita ko'zdan. U ikkita ko'zi sifati bor ekan. Fa aktharu min zikrihima. Va ana shu ikkita ko'zni zikrini ko'p qildilar. Ko'paytirdilar. Bu yerda aynayn al-wasi'atayn deyishimiz kerak. Mana shu yerda to'ppa-to'g'ri bo'ladi. Wasi'atani desak xato, chunki bu i'robda ergashmayapti, alif bo'lyapti. Bu yerda bizga yeligi kerak. Aynayn chunki jar o'rni ye bilan bo'ladi, ikkilikni. Wasi'a xato, al-wasi' ham xato. Tamam. Mana wasi'atayn tanlasak to'g'ri qilgan bo'lamiz. Hop. Imla il-faragh fil jumlati bil kalima sahiha. To'g'ri kalimani tanlash orqali jumlada bo'sh joyni to'ldirishimiz kerak ekan. Masalan, rabihat tajirani fi bay'ihima. Ikkita tijoratchi haqida gap ketyapti. Daromad ko'ribdi bu ikkita tijoratchi. Qanaqa tijoratchilar? Bular muzakkar, to'g'rimi? As-sodiqon desak to'ppa-to'g'ri bo'lar ekan. Ya'ni tajroinda alif turibdimi? Bo'ldi. Sifati ham unda alif bo'ladi, ya'ni ergashadi. Endi as-sodiq bo'lmadi chunki bu birlik, as-sodiqoyn chunki bu nasb yoki jar o'rnida bo'ladi, as-sodiqatu bo'lsa muannas bo'ladi. Bu kerak emas bizga. Bu yerda as-sodiqoni desa to'g'ri qilgan bo'lamiz. Mana bu yerda tekshirib olsak ham bo'ladi to'g'ri. Bo'sh joy to'ldirishimiz kerak, to'g'risini tanlab. To'g'rini topsak bo'ldi. Yulqish sha'iru qasidatayn. Shoir ikkita qasidani aytayapti. Qasidatayni. Bu e'tibor bersak, qasidatayni alif lam yo'q va muannas qasidatayni va nasb o'rnida va shunga fil mehrajan degani festivalda. Hop,
G'azaliyatayni. G'azaliyatayni bo'ladi. Bo'ldi, shuni qolganlarini taftish qilmasdan ham bo'ladi. Birlik siyg'asi bo'lmadi, chunki bu qosidatayn ikkilikka dalolat qilyapti. Mana bu yerda g'azaliyatayn tanida alif bilan bo'lyapti, u raf o'rnida. Bizga nasb o'rniga. Mana bu yerda g'azaliyatayni to'g'ri bo'ladi. Mana g'azaliyatayn. Keyingisi. Hop, imla ila faragh fil jumlati bil kalima sahih. To'g'ri kalimani tanlash orqali jumladagi bo'sh joyni to'ldirishimiz kerak ekan. Ista'antu bi mu'jamayn lubnani li bayani ma'na al kalimati. Kalimani ma'nosini bayon qilishlik uchun qilganligi bois men yordam so'radim. Ista'antu foydalandim bi mu'jamayni ikkita lug'at kitobdan. Mu'jamayn nima jar o'rnida ye bilan bo'lyapti. Uni sifat ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Kabirayni. Hop, birlik bo'lmaydi, ikkilik bo'lsa ham raf o'rnida bo'lmaydi, balki bizga jar o'rni kerak, kabirayni bo'ladi. Kabiraynini topamizki to'g'ri ekanligini. Va bo'sh joyni to'ldirishimiz kerak ekan to'g'ri kalima bilan li jaran. Meni ikkita qo'shnim bor. Jaronni sifatini topishimiz kerak. Fadilan desak to'g'ri bo'ladi. Endi qolganlari bo'lmadi. Nimaga? Chunki boshqa o'rinda turibdi. Fadilan desak to'g'ri bo'lar ekan. 11-si. Bo'sh joyni to'ldirishimiz kerak munosib kalima bilan. To'g'ri kalima bilan. Alimtu anna hunaka safinatayni. Men bildimki u yerda safinatayn ikkita kema bor ekanligini. Annani ismi kechikyapti. Safinataynda bu muannas va nasb o'rinda bo'lyapti. Va muannas nasb o'rindagi sifatini topishimiz kerak. U ham bo'lsa g'oriqatayn bo'ladi. Buni tanlasak xato qilmagan bo'lamiz. G'oriqatayn shunaqa ekan. Hop, bo'sh joyni to'ldirishimiz kerak to'g'ri kalima bilan. Jumlada aqamtu ma'a jarayn. Men yashadim, joylashdim ma'a jarayn ikkita qo'shni bilan. Ikkita qo'shni mana ma'dan keyingisi jar o'rnida bo'ladi. Ya'ni jar o'rni ye bilan bo'ladi. Va sifat ham shunaqa ye bo'lib turishi kerak, ikkilikka dalolat qilib. Fadilayni bo'ladi. E'tibor bersak, fadilina deb adashtirgan bu yerda bizani. Fadilina bergan va fadilayni bergan. Albatta, yadan oldingisi fatha bo'lganini tanlashimiz kerakki, ikkilikka dalolat qiluvchi bo'lganligi uchun. Fadilayni tanlasak to'ppa-to'g'ri bo'ladi. To'yib. Bo'sh joy to'ldirishimiz kerak. Haula'i tullabun. Haula'i tullabun mujidduna bo'ladi, chunki kim haqida gap ketyapti? Bular talabalardir. Ya'ni ular. Ya'ni mujidduna bu yerda nima bo'ladi? Tirishqoq talabalardir deyirkanmiz. Mujidduna tanlasak to'ppa-to'g'ri bo'ladi. Oxirgisi ushbu betni demak to'g'ri kalima bilan jumladagi bo'shliqni to'ldirishimiz kerak ekan. Alimtu annal junuda faizun. Men bildimki albatta junud, ya'ni askarlar. U askarlarning demak sifatini topishimiz kerak ekan. Al-junuda, al-junud. Nasb o'rnida to'g'rimi? Al-junuda. Va alif lomi bor. As-sabirina bor ekan variantda. Va alif lomsiz kerak emas bizga. Chunki nakira kelmadi bu yerda, balki al-junudda alif lom bor. Va as-sabirayni ikkilik kelmayapti, jam kelyapti bizga, bu ham kerak emas. Va as-sabirunada raf o'rnida berib qo'ygan. Lekin bu yerda nasb o'rnida. Bitta variant as-sabirina bo'ladi. To'yib. Bo'sh joyni to'ldirishimiz kerakki to'g'ri kalima bilan. Alimtu ma'a qaumin amiltu ekan, uzr. Men ishladim. Ma'a qaumin, qavm bilan birgalikda. Bu qavmning sifati bor ekan. Ma'a qaumin mukhlisina bo'lishi mumkin. Mukhlis bo'lishi mumkindir balki. Mukhlisina bo'lishi kerak adashmasam. Pastda tekshirib olsak bo'ladi. Mana mukhlisina to'ppa-to'g'ri ekan. Chunki ma'nan bular jamda. Qavm deganda biz bitta kishini tushunmaymiz, balki ko'p kishini tushunamiz. Ya'ni insonlarning majmuasini tushunamiz. Ularni mana nimaga mukhlisina ye bilan bo'ldi? Chunki jam muzakkar solimni nasb jar o'rni ye bilan bo'ladi. Qavmin jar o'rnida. Wahidatun min al-kalimati allati tahtaha khattun ghayru sahiha. Ya'ni tagida chiziq bo'lgan kalimalarning biri
xato ekan. Xatosini topishimiz kerak. Qadoytu fis safari laylatayn tawilatan. Mana shu yerda tawilatan xato bo'ladi. Nimaga? Chunki laylataniga ergashmayapti. To'yib, mana laylatan to'g'ri, o'sha xato ekanligini topganimiz to'g'ri ekan. Hop, tagiga chizganlarning biri nahviy jihatdan xato ekan. Xatosini topishimiz kerak. Ta'arraftu ala sadiqayn mukhlisani. Mana bu yerda mukhlisani to'g'ri bo'lmayapti. Chunki sadiqayn ya'ni jar o'rnida edi, endi bu mukhlisani raf o'rnida bo'lib qoldi. Mukhlisani demak bu yerda xato ekan. O'sha xatosini topgin degani biz topdik, mana topganligimiz to'g'ri ekan. وواحدة من الكلمات التي تحتها خط غير صحيح نحوا نحوي جهتان خطاسını topishimiz kerak ekan tegiga chizilganlarini birini. برزت نملتان متصارعتين فتماسكتا بالأرجل. Nima bu yerda namlatan ikkita nima chumoli mutasoriatani bo'lish kerak. Chunki namlatanda fa'illikka ko'ra alif bilan raf o'rnida turibdi-da. Uni sifati ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Mutasoriatayni xato bo'ladi bu yerda. Mana mutasoriatayn. To'yib. Endi tegi chizig'i borlarning biri nahviy jihatdan xato ekan. O'sha xatosini topishimiz kerak ekan. Tamam, to'g'ri bo'lmagan, ya'ni xatosini topishimiz kerak. Ra'aytu namlataynil mutasori'at. Bu yerda ham mana mutasori'ataynni ye bo'lish kerak. Bu yerda alif bilan berib qo'ying. Chunki ra'aytu men ko'rdim. Nimani ko'rdim? Ikkita chumolni. Ikkita chumoli sifatlanganki nima bilan mutasori'atan, ya'ni o'zaro bir-birlari bilan kurashayotgan. Lekin bu yerda mutasori'atan raf o'rnida berib qo'ygan. Mana shuni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lamiz mana. Va oxirgisi tegishliganlari xato ekan. Nahviy jihatdan xatosini topishimiz kerak. Amiltu uzr. Men ishladim. Muxlisin albatta bu yerda xato bo'ladi, chunki jam muzakkar solim bo'lmaydi. Qavm bu yerda jar o'rnida-da. Undan keyingisi ham jar o'rnida, lekin jam muzakkar solim jar o'rni ye bilan bo'ladi. Tamam? Muxlisina mana shu bo'lish kerak. Muxlisuna berilgan. Xo'p, tegiga chizig'i borlarning biri nahviy jihatdan xatodir. Masalan, zarana raisul jami'ati nafsahu berib qo'ygan. Nafsihi bo'lish kerak kasr bilan, chunki ta'kid ma'naviy bo'lyapti. Tamam? Nafsahuni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Chunki biz xatosini topdik-da. 22da tegiga chizig'i borlarning biri nahviy jihatdan xato. Safaral mu'tamirun kullihim berib qo'ygan. Kullihim. Ya'ni mu'tamirun raf o'rnidami? Unga ergashish kerak. Kullihimni kulluhum bo'lish kerak, zamma bo'lish kerak. Kullihimni tanlasak, demak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. 23da. Quyida kelingan, ya'ni tegida chizig'i bor kalimalardan biri xatodir. Xatosini topishimiz kerak. Ra'aytul mas'ula zatuhu berib qo'ygan. Yatajawwalu fi sibaha. Zatuhu xato, chunki mas'ulada fatha turibdi. Tamam? Zatuhuni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. To'yib. Tagida chizig'i bor kalimalarning biri nahviy jihatdan xatodir. Biri. Tamam? Marartu bil qoidi nafsihi bo'lish kerak. Nimaga? Qoidida kasrami? Unga ergashish kerak. Mana bu ma'naviy nima ta'kid. Shuni nafsuhuni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Va quyida kelgan tagida chizig'i bor kalimalarning biri nima xatodir nahviy jihatdan. Masalan, qara'tul kitabayni kilahuma fi yawmayn ithnayn. Bular to'g'ri. Qara'tu al-kitabayn. Men ikkita kitobni o'qimman. Ikkovlarini ham o'qidim deyapti, ta'kidlayapti. Bu yerda kilayhima bo'lish kerak. Kilay. Tamam. Kilayhima bo'lish kerak. Lekin kilahuma raf o'rnida. Bunaqa bo'lishiga sabab yo'q va biz shuni tanlasak, xatosini topgan bo'lamiz va to'g'ri qilgan bo'lamiz. Mana kilahuma. Shunaqa. Yana bitta bor ekan. Quyida tagida chizig'i bor kalimalarning biri xato ekan. Nahviy jihatdan qadoytul laylatayn. Ikkita tunni o'tkazdim. U ikkita tun ham kiltahuma. Bu yerda ham kiltayhima bo'lish kerak asl. Biz xatosini topdik. Kiltahumani tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz.
Hop, tagida chizig'i bor kalimalarning biri xatodir. I'rob jihatdan, i'rob harakat jihatdan debdi. Ya'ni i'rob jihatdan deb turaylik. Wajadtu shabahan kabiran. Shabahan kabiran baynal qissatayni. Shabahan ekan, to'g'ri. Shibhan yokida. Baynal qissatayni kiltayhima bo'lish kerak edi. Mana shu yerda kiltayhimada kiltahumani tanlasak to'g'ri bo'lar ekan. To'yib. Nimaga? Chunki baynadan keyingisi jar o'rnida. Qissatayni ya'ni ikkilikni jar o'rni ye bilan, uni sifat ham xuddi shunday bo'lish kerak. Kiltahuma unga ikkilikka mulhaq. Tamam? Shu. Ya'ni tagida chizig'i borlarning biri xatodir ekan nahviy jihatdan. Xatosini topishimiz kerak. Masalan, ya'khudun nasu ammatahum. Ammatuhum bo'lish kerak. Qistan minar roha. Ya'ni nimaga? Chunki ta'kid ergashadi-da. Ammatuhum, o'sha ammatahumni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Va 29-si tagida chizig'i bor kalimalarning biri xato ekan. Nahviy jihatdan ma zalal muhaqqiq yadrusul qadiyyata zatiha. Hop, muhaqqiq tekshiruvchi hali ham yadrusu o'rganyaptiki muammoni o'zini. Zatahu bo'lish kerak, tamam? Bu yerda ham zatihin tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Chunki ergashmayapti o'z doningizda. Hop. Tagida chizig'i bor kalimalarning biri xatodir dedi. Masalan, alqal ustozu muhadaratan shamilatin berib qo'ygan. Ustoz nima qildi? Muhadara, bir auditoriyaga dars o'tdi. Bu muhadara, ya'ni auditoriya shomildir, o'z ichiga oluvchidir, anil lug'atil arabiyyati, arab tilini. Tamam? Muhadaratanda fatha turibdi. Maf'ulun bihi. Lekin shamilatanni qarasak, ya'ni sanog'ida ergashyapti. Muhadaratan bitta birlik siyg'ada, shamilatun ham birlik siyg'ada va muhadaratanda toy marbuta bor, shamilatunda ham toy marbuta bor, lekin i'robda, ya'ni harakatda ergashmayapti. Mana shuni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Mana berib qo'yibdilar. Hop, 31da tagida chizig'i bor kalimalarning biri xato ekan. Nahviy jihatda. Al-baytul muradu shira'uhu yadummu hadiqatan kharijiyatan. Tamam? Al-baytul murada. Bu yerda fatha bilan beribdi. Qarang. Fatha bilan bergan, ya'ni bu ergashish kerak, chunki al-baytuda zamma turibdi. Bu, ya'ni xohlanilayotgan, istalinayotgan uy ma'nosida-da. Al-murada zamma bo'lish kerak. Al-muradani tanlasak xato qilmagan bo'lamiz buni. Toyib va oxirgisi tagida chizig'i bor kalimalarning biri xatodir. Masalan, marartu bi tajrin mahirin bo'lish kerak, chunki tijoratchini sifati ketyapti. Yasna'ul khazaf. Mana mahiron tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Hop, tagida chizig'i bor kalimalarning biri xatodir. Masalan, انتهى المؤلف من تأليف كتابين مفيدان في النحو العربي. Muallif tugatdi, oxirladi. Ikkita kitobni yozishni. Bu ikkita kitob qanaqa foydali kitob edi. Lekin mana shu yerda mufidanida alif bilan emas, xuddi kitabayniga o'xshab mufidayni bo'lish kerak edi. Mufidani tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Toyib, 34chi. Tagida chizig'i bor kalimalarning biri xato ekan. Li sadiqani mukhlisani bo'lish kerak edi. Chunki mukhlisani bo'lishga hech qanaqa sabab yo'q. Undan oldinda bir jar qiluvchi va nasb qiluvchi omil o'tdi. Toyib. O'tmadi, ya'ni demoqchiman. A'tamidu alayhima fil amal. Bu yerda mukhlisani tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. 35chi. Tagida chizig'i bor kalimalarning biri xatodir. Masalan, asnal mudiru alal mudarrisin al mukhlisin bo'lish kerak. Nimaga? Chunki o'qituvchilarning sifati ketyapti-da bu yerda. Fi amalihim. Ishlariga ixlosli bo'lgan mudarrislarga mudir nima qildi? Boshini egdi, ya'ni hurmat ko'rsatdi, asna egildi. Ya'ni nima bo'lganda ham al mudarrisina al mukhlisin. Mukhlisun tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Mana mukhlisuna 35. 36chi. Tagida chizig'i bor kalimalarning biri xatodir. Tamassakat Zaynabu. Zaynab tutdi. Bi sadiqatiha. O'zini dugonalarini. U dugonalari qanaqa? Al mukhlisatudan endi nimaga zamba o'qiyapti?
bi mana sodiqotihani tini kasrasini qildi. Lekin buni sifati bo'lmish muxlisotni nimaga zamma qilib qo'ydi bu? Ya'ni mana shu yerda xato bor. Biz xatosini topishimiz kerak. Mana muxlisot xato bo'ladi. Mana muxlisot xato ekan. Va tayid chiziq bor kalimalarning biri xato ekan. Uhibbut talibayn. Allazayni bo'lish kerak, chunki allazani mu'rab. Allazayni bo'lish kerak. Bu yerda ham allazayni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Tayid chiziq bor kalimalarning biri xato ekan. Nahviy jihatdan asnatil muallimatu ala talibatayni allatani berib qo'yibdi. Bu yerda ham xuddi tepadagi narsa tayni bo'lish kerak. O'sha allatani tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. To'yib. Tayid chiziq bor kalimalarning biri xato ekan. Kalimalardan biri xatosi bor ekan. Darastul kitabayni hazayni bo'lish kerak. Hadani berib qo'yibdi. Dirasatan mustafidatan. Ya'ni mana bu ikkita kitobni o'qidim mana bu. O'tdi. Hadayni bo'lish kerak. Hada chunki ergashadi o'z doningisiga. Buni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. To'yib. Tayid chiziq bor kalimalarning biri xatodir. Nahviy jihatdan. Alqa-sha'iru qasaida jamilatan bo'lish kerak. Chunki shoir qasidalarni aytdi-da. Bu qasidalar qanaqa? Chiroyli qasidalar. Ya'ni sifati bilamizki o'z donisiga ergashish kerak. Lekin jamilatin buqqoti nimaga? Chunki xatoda bu. Biz xatosini topishimiz kerak. Jamilatinda nima ekan? O'shani tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Mana jamilatinda berib qo'ygan. Xo'p. Tayid chiziq bor kalimalarning biri xato ekan, o'shani topishimiz kerak. Innal muwasifat al-jayyidati tadfa'u at-tajira ila ash-shira'. Inna bilamizki o'zidan yangisini nasb o'rnida qiladi. Al-muwasifat jam muannas solima nasb o'rni kasra bilan. Lekin uni sifati muannas birlik siyg'asida kelyapti. Al-jayyida tada fatha bo'lish kerak. Tamam? Ya'ni al-jayyida tanlasak xato qilmagan bo'lamiz. Tamam? To'g'ri ekan. 42 da tayid chiziq bor kalimalarning biri xatodir. Innamal ulama'us sabirina bo'lishiga xato bu. Tamam? As-sabiruna bo'lish kerak. Vov bilan bo'lish kerak. Nimaga? Chunki ulamolar bu zamma turibdi. Mubtadolikka ko'ra. Uni sifat ham raf o'rnida bo'lishi kerak, lekin jam muzakkar solimmi? Raf o'rni vov bilan bo'ladi. Qudvatun linnas insonlarga nima deyapti? O'rnakdir deyapti. Ular sabrli ulamolar. As-sabirunani tanladik, shunaqa ekan. To'yib. Bo'sh joyi munosib. Endi to'g'risini tanlashimiz kerak. Hada talib faza bil jaiza. Bu talaba. Albatta bu talabaning sifati bor ekan. Hada talibida zamma turibdi. Alif lamli zammaligini qidirsak bo'ldi. Al mujtahidu mana xuddi shu ekan. Tamam? Al mujtahidun tanlasak to'ppa-to'p. Tirishqoq degani mujtahid. Ta'am boshqa ma'nosiga yo'yib. Xo'p, quyida keladigan jumlalarda bo'sh joyni munosib kalima bilan javob bilan to'ldirishimiz kerak ekan. Marartu bit talibi kasra bilan berdilar. Alif lamli muzakkar kasraligini topsak bo'ldi ekan. Al mujtahidida fatha bor, buni olmadik. Al mujtahiduda zamma bor, buni olmadik. Bizga kasraligi kerak. Al mujtahidini tanlab qo'ysak bo'ldi ekan kasraligini, alif lamli. Chunki sifatda bu ergashyapti. To'yib. Tagida bo'sh joy to'ldirishimiz kerak munosib kalima bilan. Hatani sayyaratan. Bu ikkita mashinalardir. Ya'ni muannas nakirasini tanlashimiz kerak. Tamam? Raf o'rinda jamilatani bo'ladi. To'yib. Va bo'sh joyi to'ldirishimiz kerak munosib kalima bilan, javob bilan. Xo'p, yo'q, azhalatni sayyarat yo'q. Bu yerda hamza bo'lish kerak. Hamza bo'lish kerak. To'yib. Bu bo'lganda ham meni lol qoldirdi. Mashina uning tezligi, sayyaratuha. Dedi nima zammi bor. Sayyorat ya'ni badal bo'ladi-da. Tamam. Sur'atuha tanlasak xato qilmagan bo'lamiz. Mana sur'atuha. 47dachi.
imla il farag'i bil kalimati sahihati i'raban. I'rab jihatdan bo'sh joyni to'g'ri kalima bilan to'ldirishimiz kerak ekan. Qara'tul kitaba. Men kitobni o'qidim. Muqaddimatuhu, uning muqaddimasi deb. Lekin bu yerda harakatga e'tibor berishimiz kerak. I'rob deb turibdi-da. Kitabada fatha bor. Men kitobni o'qimman. U fatha, kitobni o'qidim. Muqaddimuhuda zamma bor, muqaddimatihi kasra bor. Bu kerak emas, bizga fathalangani kerak. Tamam, muqaddimatahu. Mana shuni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lamiz. Bu ham badal bor, tamam? Xo'p. Bo'sh joy to'ldirishimiz kerak. Quyidagilarning kalimalarida, jumlalarida to'g'ri javob bilan shahadat yo shahadtu khiyatatin mahiratin. Tamam? Mahiratin bilan. Nimaga? Chunki men tomosha qildim, ko'rdim tikuvchilarni. U tikuvchilar qanaqa? Mohir tikuvchilar-da. Bu yerda zamma bo'lmaydi, chunki xiyatotinni kasra bo'ladi. Ya'ni nasb o'rni jam muannas solimda kasra bilan bo'ladi. Zamma bilan emas, fatha bilan emas, balki kasra bilan. Mahiratinni tanlasak to'ppa-to'g'ri qilgan bo'lamiz. Mana mahiratin. Quyida kelgan jumlalardan biri to'g'ridir. To'g'risini tanlashimiz kerak. Absartu qamaran munira. Xo'p, davomini o'qiylik-chi. Absartu qamaran munirin. Kasra bo'lishga hech qanaqa sabab yo'q, bu xato. Absartu qamaran munirun. Bu yerda zamma bo'lishga hech qanaqa sabab yo'q. Absartu qamaran munirada. Nimaga alif olib tashadi? Nima bo'lganda ham munirada to'g'rirog'i tanvinni olib tashyapti. Alif emas, tanvinni olib tashyapti. Tanvinni olib tashyapti, go'yoki u mamnun sarf qo'ygandek qilyaptilar. Nima bo'lganda ham birinchi variant to'g'ri bo'lar ekan. Birinchisini tanlasak xato qilmaymiz. Absartu al-qamaran munira. Xo'p, ihda al-kalimat allati tahtaha khattun ghayru sahih. Tagida chizig'i bor kalimalarning biri xatodir. Inna at-taliba al-mujtahidu. Mana shu yerda sifat fatha bo'lish kerak edi. Al-mujtahidun tanlasak to'g'ri qilgan bo'lamiz. Va tagida chizig'i bor kalimalarning biri xatodir. Arghabu fi suhbati rajulil annazi humas hi bo'lish kerak. Tamam? Nega? Chunki sifat o'zidan oldingi kasrasi ergashish kerak-da. Nazihi bo'ladi. Mana shuni tanlasak to'g'ri bo'ladi. Chunki biz xatosini topishimiz kerak. Bo'sh joy to'ldirishimiz kerak ekan quyida keladigan jumlalarda munosib javob bilan. Hadaral qodi. Qozi keldi. Nafsuhu. Bu yerda harakat ko'rinmaydi. Nimaga? Chunki illat harf bo'lmish ye bilan tugadi. Bilamizki, qodiga ikkita harakat bo'lmish zamma va kasra og'ir keladi. Lekin fathaga kelsak bu yengil. Ra'aytul qodiya deyman. Nima bo'lganda ham bu yerda harakat ko'rinmaydi demoqchiman. Lissiqol og'ir bo'lganligi uchun. Va bu yerda biz hadara fe'l keldimi, uni fa'ili bo'ladi. Fa'il bilamizki, raf o'rnida bo'ladi. Bu yerda uni endi ta'kidi ham, ma'naviy ta'kidi ham ergashadi. Nafsuhu desak to'g'ri qilgan bo'lamiz. Mana nafsuhu to'g'ri ekan. Ozgina qolibdi. Bo'sh joy to'ldirishimiz kerak. Munosib kalima bilan raja'tu fil matari. Raja'tu fil matari nafsihi. Nafsi aynihi bo'lar ekan bu yerda. Chunki matorida kasra turibdi. Aynihi tanlasak to'g'ri qilgan bo'lamiz mana. To'yib. Va bo'sh joy to'ldirishimiz kerak to'g'ri javob bilan. To'g'risini qidirib topsak bo'ldi. Hadaratit talibati. Ikkita talaba qiz keldi, ikkita talaba qiz. Va raf o'rinda bo'ladi. Kiltahuma tanlasak bo'ldi ekan. Chunki qolganlarida burada kilahuma muzakkarga bu xato, kilayhima ham bu xato muzakkarga moslashyapti. Kiltahima muannas bo'lsa ham bizga raf o'rni kerak edi. Kiltahuma bo'ladi. To'yib. Mana shuni tanlagandik, to'g'ri bo'ldi. Va 45-sida quyida keladigan kalimalardan biri ta'kid lafzlaridan emas ekan. Ta'kid lafzlari. Tamam? Masalan, nafsun va aynunlar bular ta'kid lafzlari. Biza ta'kid lafzlari bo'lmaganini topishimiz kerak. Masalan, uzunun qulog'i berib qo'yibdi.
bitta quloq bo'ladi. Mana pastda qarasak 55 ta uzun tanlasak to'g'ri ekan. Jumlalardan biri ta'kid lafziy bor ekan ularning ichida. Ta'kid lafziy ya'ni at-takror. Takrorlashi o'zi bilan kifoyalanadi. Mana annara. Mana shu yerda o'zi takrorlanadi. Lekin qolganlarida topamizki takrorlanmaganligini. Demak annarani tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Mana annara. الطالبتان كلتاهما مجتهدتان uzun ma'no ham qo'yilma. Wahidatun min al-jumal al-atiya fiha tawkid lafzi. Bu yerda ham xuddi shu ta'kid lafziy borini tanlashimiz kerak ekan. Ya'ni bitta so'zni takrorlashi o'zi mana la abuhu bis-sir. Mana shu bo'ladi. La bo'ladi, tamam? Mana la abuhu bis-sir. Chunki la ikki marta takrorlandi-da. To'yib. Quyida keladigan jumlalardan birini ichida ma'naviy ta'kid bor ekan. Ma'naviy ta'kid. Masalan, g'arubat shams. Bu yerda ta'kid lafziy bor, chunki lafz takrorlanyapti. Hazari min al-'am. Bu yerda ham lafz takrorlanyapti. Bu kerak emas bizga. Kana al-qo'idu nafsuhu yatafaqqadu al-junud. Mana nafsuhu. Mana shu ma'naviy ta'kid bor. Qolganlarida hammasi takrorlanyapti. Mana bitta topamizki to'g'ri ekanligini. Hop, quyida kelgan jumlalardan biri ta'kiddan xoli bo'ladi deyapti. Ta'kiddan xoli bo'ladigan tanlashimiz kerak. Tamam? Ta'kid yo'g'ini tanlashimiz kerak. Hammasi ta'kid bor ekan, ta'kid yo'g'ini tanlasak bo'ldi ekan. Hadaral mad'uvani anfusu. Bu yerda ta'kid bor, kerak emas bizga. Man atabal jahila atta'aba nafsa. Mana shu bo'ladi. Nafs kelibdi, demak bu ta'kid ekan deb shoshilmaslik kerak. Qolganlarini o'qiymiz. Zurtu ashabi jami'ahum. Bu yerda endi ta'kid bo'lyapti. Qabaltul hakima nafsahu. Demak, mana shu ba variantni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lamiz. Chunki nafs o'zini ma'nosi bor. Nafs bu qalb, ya'ni kim johilni tergasa, o'zini charchatibdi behudaga misol. Mana man atabal jahila at'ama nafsa. Hop. املأ الفراغ في الجملة الآتية بالإجابة الصحيحة. to'g'ri javob tanlashimiz kerak ekan. حضر الرجلان أنفسهما. Tamam? Anfusuhuma. Mana shu variant to'g'ri bo'ldi. B'si bu adashmasam takrorlandi hozir. Anfusuhuma tepada birinchi avvallarida biz aytib o'tdik buni. Bo'sh joyini to'ldirishimiz kerak ekan. Munosib kalima bilan habaral mudiru. An nafsuhu bo'ladi. Tamam? Chunki ta'kid bo'ldi-da. Ilal ihtifal. To'yib, keyin bo'sh joy to'ldirishimiz kerak ekan. Quyida keladigan jumlalarda to'g'ri javob bilan. Al-banatu qizlar. Aktharu najahan fil hayotda ko'proq muvaffaqiyat qozonar ekan. Al-banatul muta'allimatu. Moslashish kerak sifat. Muta'allimatun tanlasak to'g'ri bo'ladi. Keyingisi. Ishrab asiran aw labanan. أفاد حرف العطف أو في الجملة. حرف عطف bo'lmish أو jumlada ifoda etdiki, mana sen sharbatni yoki sutni ichaver. Tamam? Ich ma'nosida. Ya'ni bu yerda at-taxyir, ixtiyorni ifoda etyapti-da. Yoki sharbatni yoki labanan, ya'ni sutni ichaver ma'nosida. Taqsimlamayapti yoki ibahat, ya'ni ibaha bo'lmayapti, ya'ni ruxsat ma'nosi bo'lmayapti yoki tasviya ham bo'lmayapti, balki taxyir bo'lyapti. Tamam? Safara Zaydun va Amr. Zayd va Amr safar qildilar. Afada harf al-atf al-waw fil jumla. Jumladagi waw harf atfimiz bor-ku, ifoda etyaptiki mutlaqul jam'. Kelishganimizdek, nima tepada mutlaq jamni ifoda etadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Tartib emas, balki Amr birinchi kelib, Zayd kechikkan bo'lishi mumkin va Zayd birinchi kelib, Amr ham kechikkan bo'lishi. Ya'ni tartib yo'q bu yerda. Muhimi ikkalovlari ham Zayd ham Amr ham safar qilgan. Uni tartibini bilib bo'lmaydi. Vovda. Tamam, vovda unaqa bilib bo'lmaydi. Hop, va hokazo. Mutlaqul jamma desa mana to'g'ri ekan. Mutlaqul jamda to'yib.
Hop. Dakhala Zaydun fa Amr. Zayd va Amr kirdi. To'g'ri, Zayd so'ng Amr kirdi. Bu yerda fa tartibni ifoda etadi. Ma'a taqib. Mana shunisi bo'ladi. Taqib degani to'piq qilish ma'nosida. Bu yerda fa harfimiz jumlada nima? Tartib ma'a taqib ifoda etadi. Taqibga teskari ravishda at-taroxida. At-taroxi sal keyinroq, ya'ni uzunroq vaqt ifoda etadi. Quyosh chiqadi, so'ngra botadi. Mana bu yerda summa esa taroxiyni ifoda etadi. Tartib bor bunda. Birinchi quyosh chiqqan, so'ngra g'oyib bo'lyapti-da, ya'ni botyapti. Ya'ni tartib ma taroxin tanlasak to'g'ri bo'ladi. Mana shu to'g'ri ekan. Va la tusahibil ashrara balil akhyar. Mana bu yoqni ashrara balil akhyara. Bu yerda harf atf bo'lmish bal jumlada ifoda etdiki nimani? Istidrokni. Tamam? To'g'rilab qo'ydi. Yomonlar bilan emas, balki yaxshilar bilan do'stlashgan. Tamam? Nimani ifoda etdi? Istidrokni ifoda etdi ekan. Hop, al-kalimatu ismun aw fi'lun aw harf. Mana bu yerda endi avga qaraymiz. Kalima ism yoki fe'l yoki harf deymiz-ku. Bu yerdagi avlar, harf atf bo'lmish avlar ifoda etdi. Nimani? At-taqsim. Tamam, at-taqsimni ifoda etdi. Bizga taqsimlab beradi. Mana at-taqsim. Ya'ni kalima yo ism, yo fe'l, yo harf bo'ladi. Tamam, bu yerda bo'lib beradi. Ya'ni bizga ajratib av ma'nosi shunaqa. Tepada lekin nima at-taxir ma'nosi bo'ldi. Bo'sh joyi munosib javob bilan to'ldirishimiz kerak ekan. Qara'tu kitaban la sahifatan. Men bitta kitobni o'qidim. Sahifani emas. Sahifatani fathalangan varianti bo'ladi. Chunki la bu yerda nima bo'lyapti? Harf atf bo'lib kelyapti. Xo'p. Quyida kelgan jumlalardan biri xato ekan. To'g'ri emas. Xatosini topishimiz kerak. Dakhala akhuka thumma abaka. Mana shu xato. Nimaga? Chunki summadan keyingisi o'zidan oldingisiga i'robda ergashish kerak. Akhukada vav turadi, endi bu yerda abakada fathalanib qoldi. Ya'ni nasb o'rnida bo'lib qoldi. G'adaral muhtafiluna as-sahata hatta as-sibyan. Biz to'g'ri javob topib bo'ldik. Qolganlari o'qish shart emas. Mana dakhala topamizki, mana shu variant to'g'ri ekanligini. Xo'p, quyida kelgan jumlalardan biri to'g'ridir. To'g'risini topishimiz kerak. Masalan, ishtari inaban aw tuffaha. Sen sotib olgin uzumni yoki olmani. To'g'ri. Ishtari inaban aw tuffahun. Endi bu xato. Chunki bu yerda vav o'zini ishini bajarmayapti. Xato bergan bu yerda. Xo'p, bu yerda bizga xatosi emas, to'g'risi kerak. Najaha Mahmudun la saliman. Mahmud muvaffaqiyat qozondi, salim emas. La salimun bo'lish kerak, zamma bo'lish kerak. Lam yusafir at-tullabu lakin wakiluhum. Bu yerda to'g'risi ishtari inaban bo'lish kerak. Mana ishtari inaban va tuffah ham berib qo'yibdi. Shunaqa ekan. Lam yusafir at-tullabu. Talabalar safar qilmadi, lekin ularni vakili safar qildi. Lakin vakiluhum. Bu yerda deshmasam tashdidli bo'lish kerak. O'shaning uchun xato bor. Yana bilmadim to'g'risi. Ihdal kalimat allati tahtaha khattun ghayru sahiha. Xatosini topishimiz kerak ekan. Qara'at tullabu. Talabalar o'qidi. Fattolibat talaba qizlar, so'ngra talaba qizlar, so'ngra bolalar deganda mana bu yerda zamma bo'lish kerak. Al-tafalda fath qo'yib qo'ygan o'z-o'zidan. Bu xato. Bo'sh joy to'ldirishimiz kerak to'g'ri javob bilan. Masalan, sohibil akhyara lal ashrar. Lani qo'yamiz. Lani qo'ysak to'g'ri bo'lar ekan. Keyin hop. Imla il-faragh fil jumlatil atiya bil ijaba as-sahiha la uhibbul kusala. Men dangasalarni yaxshi ko'rmayman. Al-kusala
Lal mujtahidin bo'lish kerak bunda ham. Xo'p, nimaga? Vov bo'lmaydi. Men dangasalarni va tirishqoqlarni ham ko'raman desak bo'lmaydi. Lakin bo'lishiga o'xshayapti. Men la uhibbul kusala. Lal mujtahidin. La uhibbul kusala. La bo'ladi-da. Tamam. Lakin bo'lar ekan voy. Demak, lakin bo'lar ekan. Chunki ikkita la ketma-ket kelsa xato bo'lar ekanda. Tamam? Ikkita la ketma-ket kelsa bo'lmas ekan. Albatta lakin bo'lar ekan. Lakin o'sha to'g'rilab qo'yadi. O'zidan oldingi nafini o'zidan keyingisiga to'g'rilab qo'yadi. Men dangasalarni yaxshi ko'rmayman, lekin yaxshi ko'ramanki kimni? Mana bu tirishqoqlarni. Lakin tanlasak to'g'ri bo'lar ekan. Kullul huruful atiya hurufu atfin illa. Mana bu kelganlar barchasi harf atf ekan. Harf atf bo'lmaganini tanlashimiz kerak. Al-kaf albatta kafu litashbih o'xshatish uchun ishlatiladi. Bal anaqa harf atf vav ham summa ham. Mana bu yerda kaf topamizki tashbih uchun ekanligini. Hop, to'g'ri javob tanlashimiz kerak. Hada mashhurun bi munahihil mu'tadil. Demak bu alif lam bilan bergan, demak bu yerda zammalangani bo'ladi, chunki mubtado bo'ladi-da. Hadal balad mana shu shahar. Hadal baladu zammalangan varianti to'g'ri bo'ladi. Mana bu to'g'ri ekan. Toyyib, keyin quyida kelgan jumlalarida bo'sh joyi tanlashimiz kerak. Bilija to'g'ri javob bilan. Hadarat talabatu. Talabalar keldi. Ba'duhum bo'ladi. Ba'zilari. Chunki ergashish kerak edi. Ba'duhumda o'zidan oldingisi talabatuda zamma turibdi. Ba'duhumda ham zamma bo'lish kerak. Ba'duhumni tanlasak to'g'ri qilgan bo'lar ekanmiz. Toyyib.